Ushbu videomiz ingliz tilini endi boshlaganlarga. Mana shu xatoni qilmang. Yuzlab o'quvchilar ingliz tilini 2 barobarga qiyinlashtirib boradi. Toki transcription, ya'ni turlicha qovuslar bo'lar, qanaqa o'qilishini yozib qo'yadi. Bu birinchi usuli. Ko'pchilik shunaqa lug'at tutadi. Birinchi qatoriga inglizcha so'z, o'rtasiga transkripsiyasi, keyin bag'ga o'zbekcha yozadi. Bu usul unchalik effektivni emas. Nega desangiz, hamma ingliz tilini o'qiganlardan so'rasangiz, lug'at daftari shunaqangi, lekin qaytib qaramaydi shu o'rtadagi qatoriga. Xo'p, ikkinchi usuli nima? Ikkinchi usuli chet elga borib yashash. O'shanda ham talaffuzi zo'r chiqadi. Birinchi ikkita usul uncha yoqmayapti menga deganlarga bonus usul bor. Uchinchi usul bu qanaqa o'qilishini Google Translator'ga yozasiz yoki Longman Dictionary degan nima bor, programma bor, tortib olasiz. Longman Dictionary'ga o'xshagan inglizcha so'zlar tarjima qilingan nima. Inglizcha o'zbekchalari ham yomon emas, lekin elementary dan tepalar xato chiqib turibdi hozirgi paytlarda. Shuning uchun tavsiyam English Dictionary yoki English O'zbek Dictionary'ni olib yoki Google ga yozib turib, ustiga bosasiz, qanaqa aytilishini aytib beradi. O'zingiz taxmin qilsiz, 100 dan 100 holatda noto'g'ri talaffuz qilishni boshlaysiz va uyalasiz. Nima odam uyaladi? Nima talaffuzdan qo'rqadi odam? Chunki ishonchli joydan olmaganligini o'zi biladi. Transkripsiya befoyda. Undan programmani tortib olib, o'shandan eshitib o'rganing. Shu xatoni qilmaslik uchun Longman Dictionary tortib olinglar, English Dictionary tortib olinglar va bu videoni mana shunaqangi ingliz tilini endi boshlagan talaffuzlardan xato qilib qo'rqib qolayotgan o'rtangizga tashlab qo'ying.